Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Ko'pchilikning xabari bor, biza tonirovkaga shoir tushgan bolalar shoir olib boshladik. Shoir dasturi pulli bo'ladi. Tonirovka misol uchun sonsizlashda urishni o'rgatamiz. Bizlar Qashqadaryodan, Chiroqchidan Sadilga kelgan, xudo xolasa, namozni oldingi Cobaltni oldingi 2 oynasini sonsizlashda razmer olishni tushuntirib boramiz. Bana o'rgatish borda, sizlar ham yo'st barcha harakat etamiz. Agarda o'zingiz ozgina fundament bo'ladigan bo'lsa, tonirovkada bir muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, shu muammolarni yechimini birga topib boramiz. Xo'p, sadillarga qarang. Endi men o'rgatishim kerak asosiy shu borda sizlar ham ko'rib turib, video olib turaveradi. Sizlar ham o'zingiz biladigan yerlaringiz bo'lsa, aytasizlar, bilmaydigan yerlaringiz bo'lsa, ish o'rish shunday ekanda o'tib ketaverasizlar. Xo'p. Cobalt mashinamizni eldingi oynasini sonsizlashda o'rgatamiz, xudo xolasa. Zoningdan ochib, zamok ochib, deshan taraf tozalanishi kerak. Deshan tarafi, uni sababi o'tgan safar mashinada tushuntirdim yodingizda bo'lsa. Sababini. Buni tozalandi, oynani tushirdik, sababi oynaning ichida vaqtida, misol uchun, rezinka arasida vaqtida doshlarni qolishi mumkin, shuncha oynani tushirib tozalab berganmiz. Menimcha, sonsizlashdan keyin ko'pchilikni qiynaydigan narsa qalbingizdan. Ko'pchilikni qiynaydigan narsa, men ham o'zim tonirovkani toza boshlagan vaqtda qiynalgan narsam, sonsizlashdan bilasizlar, bunday arg'arg'i. Sonsizlashdan bilasizlar, o'zi fe'llaridan taraf bo'ladi, tonirovkani ham shunday, ya'ni baland pasa fe'llanadi. Lekin sonsizlashdalar ko'p yerda sotilganda nima bo'ladi? Vaqatchilar korobkasi bilan. Rulon asosida arzon tushadi. Yani metr emas, rulon asosida arzon tushadi. Xo'p, endi rulon asosida vaqatga u korobkasi bilan o'xshaydi. Rulon asosida sizlarni polchalaringizga sig'maydi. Ya bo'lmasa polcha yasatib qo'ygan bo'lsangizlar ham sizlarga eng ekonomikli, eng arzon chiqadigan variantini ko'rsataman. Biz hozir karbon sonsizlashtasini ishlatyapmiz. Qaranglar. Cobalt mashinamiz, to'g'rimi? Buni bo'yi 1.50 bo'ladi. 1.50 bo'ladi, 1.52 bo'ladi. O'zi aslında 1.50 deb aytiladi. Qaranglar. Endi biza buni uzinasi adashmasam 80 man ushatdim. Shunday. Qalatini. Qaranglar, metr tortamiz. Sonsizlashdan 50 sm 85 etib olsa chiqarsa bo'ladi buni yurtsa. 81 ga doğru yetibdi. Lekin bu yerdan olib qo'ymaydi, sababi balandda bakda turibdi. 85-86 esa chiqarsa bo'ladi. Endi qaranglar, shu desa bor. 85 qo'ysak 1.70 bo'ladi. Lekin biz hozir 1.50 dan 2 ishga sonsizlashda plyoncha olib yurganamiz. Bo'lmasa, unda 50 sm dan kestirishingizga to'g'ri keladi. Tushundingizmi? Biz o'tgan videolarda ko'rsatib o'tganmiz, oldingi laboyni ham boshqa filmimizda. Xo'p, uning uchun biz chattiramiz alayım. Yog'ini ham Uning uchun biz urajak mashinamizni balandligini o'lchaymiz. 40 cm dan chiqarsa bo'ladi, to'g'rimi? Biz inabidan 60 cm ya bo'lmasa 55 cm etib olsak, xudo xolasa pulni yel chiqadi. Birinchisi 55 cm etib olamiz. Yan tarafdan. Hop. Shundan. Tamam. Bu. Endi qaranglar. Suvni sepamiz. Plyonchani ko'ramiz, paket qasamda ekan degan narsani. Hop, ben tarafından paketin tashqari qoldirib, bundan yengsadlayman. Bu yoqni ushlab qo'y. Asas tushiramiz. Oynani o'zini yopadigan qilib. Hoppa. Paketini yana bir tekshiramiz. Bu oyna alındı, paket nişanladık yani. Hoppa. Yine bu hazır kestik. Ben onun dişnisi bilen netip
Yine ben de görüşeceğiz için bir ayna ponni kaladı yetedi. Sizlere bunam koyup göz hareket edemen. Ya. Bu bir ayna ponni geldi çıkardı. Şimdi tanıyışça düşünmüyor adamlar köpüsü Nodat turganım düşünüş kıyım buluş mümkün, lekin tanıyışçaçıların kıyım narsa şu boladı. Hazır yerden bunu düşündep kesip olmasa laboya koyayım. Düşündep kesip olmasak Sonsuzlaşta 1,5 metr yakkan bolsa, 1,5 metr yakkan bolsa, mesela 1,5 metr korop kelgan sonsuzlaşta. Bunu 50 santimetre kestirerler. 50 santimetrlikni bundan olurlar. 1,60 yetadi. Bu şu bundan tartasla ponis işiydi. 50 yıl laboyan misal üçün bundan ben de 1,5'ni 50 santimetre andan ki peste 1 metr kaladı. Laboy 80 santimetre, 20 santimetre yine alıp kod çık yetadi sizlerine. Biz 50 işini 1,5'ni 80 alamız 2 yan başında 50 yan başa fe'lemiz. Hali yana kıyım buladı. Lekin ne olacak ya? Rast fot iken buladı. Şimdi sonsuzlaştığını Allah'a görttün. Sonsuzlaştığını ortasında ötemiz. Bunu ötüşümüz sebebi az razmer alanda aynanı çıkarıp çürüyen vaxtında sonsuzlaştı 12 gitmesi için ötüldü. Şuna sakayın harazımca. Bıçakını basmazdan ötemiz. 8 et kesip alamız. İlk birinci teyini. İkinci porutunu kesemiz. Size nakulay tarafını tələyiz. Mənə şunda bir işim var. Nakulay tarafı deyəndə qarang. Misal üçün bir anın yanında bokoy boku, oңaysız düşündünüzmü? Birinci şamını keseriz. Sebebini aytama. Eğer de siz keltarak kesip verseniz, yanınızda 30'dur. Düşündünüzmü? Koparasyon su tepesine yine başından keser. Düşündürüp bildin mi? Nakulay tarafın birinci uğru. Yani tayar çıkadı bu, oңaylı bu. Nakulay tarafını almamız birinci. Bismillahirrahmanirrahim. Kulak olasın ya. İlacı bariçe. İndi bize maqtanışa başqa emas, yetilen işçiyine ilacı bariçe etibarlıq bu işimiz hem dese bir deyenden çıkarışa hareket etemiz. Başta çıkmaydı lekin kıyım boladı. Yine ben çıktı, ben anlam yine rezinka bilen kuzun arasını hop asla ötemiz. İndi karanlığa işöde birden saval toğuladı. Bıçakını mez yürütünle mez. İkisi rezinka bilen kuzun arasına rezinkadan pes akarab yürüveyin. Eğer de sizler rezinkanı arasına katlı basıp ötseydi yine bu rezinka bir yana çıkıp kaladı yine bu. Arkada oynamamın ayna bilen kesesinin içinde rezinkası birden emip kalmadı. Kestiğinizde bol yine bu imdat kaladı hopullar. Düşündünüz mi? Çünkü asla meze adına yürüyeceksizler. Aynanı indi karan. Biri deyip tuttu. Sonra ben şöyle düşürüp verelim. Aynanın düşürüş tertibi var. Hemen her tertibi var. Ortanın şifateli ötük koydu. Oynak gitmesi için. Yine biri deyip tuttu. Hazır aynan doğru düşürse işi imanam oynatadım bunu dedi. Düşündünüz mü? Şunun için birinci pesini qımcılarını içine girip gitmesi için. İkinci belentini ajratamız. Görüyoruz mu? Şimdi asla düşüremiz. Görüyoruz mu? Yine bir de ugulu çıkardı. Hiç vaxtın birini kesken vaxtında yine birini kesken vaxtında immunitip kesmeyin. Düşündüğünde oyuna yine iç anla tuttuğum belentini. Düşündünüz mü? Ben yine kadar kaldırıp koyduğum. Şuradan gidin, 8 yerinden gidin. Ben anla çıkandan yine böyle veririz. Oldu. Gül ala gül. Alayım gül üstten. Görüyoruz mu? Mamma yok. Allah kalasa. Bakalım şöyle. 2 santimetre yerinden alıveririz. En muhim yerinden birisi işi aynanı kesiş. Bu deyin gep. Siz karang, tığını girizdik. Bir ötkenini alamız, doğru mu? Bir ötkenini alamız. Şu alanda bu ayna bilen bir oldu ben, doğru mu? Şimdi karang. Tığını sel yine yatırıp tutsak yine hem çıkardı buna xor. Gördünüz mü? Şunun için ilacı var ise bir xil yatırıp çıkaramız mı? Hemişe yatırıp çıkarışımız gerek. Birini yatırıp, birini dikle versek palasa koşarak çıkmaydı. Neçə minut oldu sonra? 10 min? Hop. Gəlib getirərsin. Bir anlamalı bənəmiz kəsib. Özünə doğrula bənəmiz.
Bu yog'ini o'tgan safar ko'rsatdim sizga. Nechilligini aytdim. Bildingiz ahang? O'g'il bo'lib qolmaslik, mush bo'lib qolmaslik kerak. Qayrik qo'yish kerak shundan. Yana. Sababi jirizgan vaqtida bir narsa qadalib qolmaslik kerak bu. Shunda 50 oynamizni razmeri tayyor. Sirazi sizlarga tozalashdan bir qator ko'rsataman. Pichoqni o'zgartirib beramiz dezasini. Xo'p, Cobalt mashinamizni shu mayzalasiga ishladik. Arshifkasini yechdik, ko'rsatdik. Uchotga kelib ishlayapmiz. Endi qaranglar, bunda sog'lomlikni ishlab qo'yamiz. Toza mashin, imberlari dog'al bo'lib qolishi mumkin materiallari. Shuning uchun mana shunday suv o'tirmaydigan paketlarni o'rab olamiz mashinamizga. Arshifkasi qismini. Hech qanaqa mishayt yo'q. Bizlar arshifkani yozdirib olamiz, ko'rsatdik. Endi yuvish jarayoni eng birinchi hazırlagan. Yuvishda e'tibor beradigan narsa oynani ponni ko'tarib olamiz. Oynani ponni. Past qismini o'tamiz. Pon bilan o'tamiz. Past qismini. Bunda duravering. Past qismini o'tamiz yana. Ko'rdingizmi? Past qismini pichoq bilan o'tib chiqamiz. Pichoq har xil yopishib qolgan dog'allar, shunga o'xshash narsalarni oladi. Bir, ikki pichoq o'tamiz. Pichoq o'tdik. Shpatelni, rezinka shpatel. Farqi yo'q shaklini. Rezinka bo'lsa bo'ldi. Bosib o'tamiz pazakada. Bu endi olingan dog'al-pog'allarni pazakada betalaydi, tushundingizmi? Hop. Endi bu yerda tozalandi ishorachadi, to'g'rimi? Davomni tushiramiz. Ko'rdingizmi? Aynan yopishtirganda uch past tozalanib turibdi buni. Xuddi shunday pichoqni olamiz va 2-3 marta pichoq o'tamiz. Mashinani sosteniyasiga qaragan holda yel chiqadigan narsa bu toza mashin. Bu ham desa pichoq urganlarda shakr shukr etib ataldi. Shunga qarab tozalanadi aynan o'zi. Xo'p. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Agarda sizlarga Cobalt emas, boshqa mashinaniki qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada boshqa mashinani, ya'ni sizlarga qiziq mashinani yozib kelsangiz, biz keyingi safar shu mashinani videosini ishlab berishga harakat etamiz. Iloji boricha. Ikki qator pichoq urib shpatelni o'tamiz. Yana bir qator o'tamiz. Bosib faqat. Xo'sh, iloji boricha. Xo'p, bu tayyor. Aynan shu sapamiz. Sizlarga qarang. Ikkita mushiga yondan berish kerak. Tepasi ikkita mushi. O'rtasidan berasiz, o'zi ketadi. Faqatgina mushundan ushlanadi plyonka. Barmoq izi qoladi. Bu yerni teyindan yirib ketadi, bu yerni mushi chana yirib ketadi, tushundingizmi? Mana bo'ldi. Hech yeridan ushalmaydi plyonka. Hazırlasha. Boshda kichkina tarafini girizamiz, yetalaymiz, asta tushiramiz plyonkani. Qo'limiz bilan ham ushab bilmaymiz. Qo'limizni, barmoqlarimizni izi qaytib ketadi, tushundingizmi? Endi buni razmerga solamiz. Ya o'lchab kesgan stikimiz bor-ku. Mana shuni takkizatib qo'yamiz yana. Do'g'irlaymiz, hamma yaqindan do'g'irlaymiz. Xuddi bu yerdan nechap qalpa solgan bo'lsak, bu yerdan o'tirgandan keyin shunday qalpa solamiz o'zlarimiz. Aytgan ishimiz qo'shilib chiqish uchun.
Klientlarimiz doyunun bo'lishi uchun bo'ladi. Xo'p. Soldik. Suv sepamiz. Endi qarang, rezinka shpatel e'tibor beringlar. Bir qo'lim qo'yib tutma. Shu narsani o'zim katta rolini narsa bo'ladi. Tushundingizmi? Bir qo'limni qo'yib tutma. Assalomu alaykum. Sog'liqmi deganim? Yomon emas. Ozgina oynadan chiqarib qo'ydim. Toza pichoq bor bu yerda. Endi takizatib yetkazib qo'yacakman. Bu klientim xursand bo'lib ketishi uchun. Yetdina. Tushundingizmi? Bu narsa umuman boy o'qib bilinmaydi endi xudo xolasa. Shunday kessak. Stik bir takiz bo'lib turadi bunlar. Dim me'yorina bor endi bunlar. Şu an yana ikkina chiqib qoldi. Hoppa chiqdi. Bo'ldi. Endi asta o'tib chiqamiz. Yonboshga o'tamiz, yonboshga. Hoppa. Sal quruq turgan bo'lsa suv sepib, yana bu xato qarab stika e'tibor beramiz. O'ta kuchli qaraymiz stika. Bu yog'ini aytgan ishimizni ko'rsatadigan narsa stik bo'ladi. Qo'shilay bo'lib ko'rsatib turadigan narsa shu bo'ladi. Agarda hish ko'payotgan bo'lsa, o'xshari bo'lmaydi. Haydan chiqaramiz. Ozgina. Ben havasını çıkartıp taşıyımız. Kolumu uçatıp maşınlarına yürütmüş sadece. Ona indi bunu düşüremiz. Onu çıkarmadım gördünüz mü? Ona indi. Yine bir kadar su verip kattık basış için. Kattık basış için. Kattık basış için. Kattık şpatelle ötü çıkarımız. Paketini koyuşumuzdan sebep Ramanlarla katlı şpatel bu. Kırçık taşıydı bu. Kırçılmazlık için, bütün şey, çizmezlik için, kırılmazlık için şpatelle ötü çıkamız. Başta doğrulap alamız, buna şu havasını çıkarıp. Belki aynı pürünken şey yapıştık olsak, buna şunda bir yapıştık alamızda aynı. Az yine. Dert verip buramızdan, şimdi başımız bismillahimizden gitti. Katlı basıp ötemiz. Bu hiç kanakenge ne kaldırmıyordu şunda. Arasında su, ne desem ya, şampun, pampun hiç nerede kalmıyordu. Toluk bu yapışık kaladı şu böyle. O da kalasa. Yetti. Ben bulduğu yapıştı bu kulağa kalasa. Takır atıp basıp ötürleriniz. Dediler ki, panirovkaya fen işletiyordu diyor. Bana verilen yapıştırış için. Bunga işletish juda qiyin. Sababi bu hozir yonboshga. Sizga tushuntirdim mi? Tepapast fenlanadi, nima deb. Buniki yonboshda turibdi. Tushundingizmi? Ikkita yonbosh fen oladi bular. Bu yog'iga olmaydi. Pastga olmaydi. Fen tutaverasiz, muammosi yo'q. Olmaydi, kirishmaydi. Sen ultrafit plyonka urding-ku, fen olmadi-ku. Bu ham shu narsa. Balandpasa oladi, tushundingmi? Bunday kasib olib uribmiz-ku ekonom bo'lsin deb. Olmaydi. Shuning uchun iloji boricha akkuratni aytib, e'tibor berib, birdaniga chiqaringlar shuni. Iloji boricha. Bunga fen faqatgina misol uchun shu bo'ldi, yana 100% bitdi-ku baland, to'g'rimi? Shu narsani saqlash uchun o'zi bo'lsa fen. Shu narsa o'ynamaslik uchun qizdirib, o'zi quyoshda qizadi-ku, shunday deb usak bo'ladi. Chilingarni qattiqroq yopish uchun olsak bo'ladi. Pataklayışını götənləyib atıb, bunu yox atıb versə oladı. Onun nə нәрsə yox bundan. Yenə kütər tutdu. Görəsizmi? Mənə. Hal şunga fen tutsa, olmaydı. Mənə yox atdım. Basıb bo'lsangiz, asla yo'qoladi o'zi. Shu yo'qolgandan keyin fen ishlatasiz, uni ham ko'tarmaslik uchun, ya'ni yopishib qolish uchun ishlatiladi.
Hop, endi eng muhim yeri, eng mazali yeri desam bo'lar, qaranglar. Yani yaptığım paketimizi kopardık. Mena kırçılıktan yöşeğimizin kırçılığı attı. Aynı da pülünçemizi sveji tuttu. Bunam şu badasıyla gösterişi hareket etmemiz. Başkarsını sıyırı veremiz. Stiklarına. Hoppa. Yöşeğimiz için. Yandan göz pülünçeni stikları tep kez tuttu. Bir melanda kolunda etkende demiydi. Lekin azgina yarım milliydi çüst tuttu. Bu öte priyatni olib tuttu. Xudo xolasa yana pochka yo'q. İşimiz xudo xolasa klientimize yoqadi degan bittamiz. Be'anlam seyre versek bo'ldi. Xizmatlar bo'yicha bemalol aloqa qilaverasizlar. Shoyat projekt bo'lsangizlar ham, yo'qsa sizlarni mashinalarda sonsizlashda tanimoqchi bo'lish kerak bo'lsam, bizlar hamisha xizmatdamiz. Pastda nomer qoldiramiz, bog'lanish nomer qoldiramiz. Obuna bo'lishni unutmanglar.